Masalan, mana shu gilamimiz aka 4 razmer. Ha. Narxi 2.800.000 so'm. 2.800.000 so'm. Shoshilamiz. Instagram bilasizlar, uzoq vaqt yoqtirmaydi. Уже 1,5 minutdan beri sizlarga gapirib o'tiribmiz ekan. Mana to'g'risi o'sha turetskiy gilamlarimiz o'sha 550.000 so'mdan turishi, metr kvadrat emas. Va undan tashqari mana pastga tushyapsiz. Mana qaranglar. Kattaligini qaranglar. Xullas, xohlagan gilamlaringdan bor, metrajni kilometr, metr xullas farqi yo'q. Xolos ham qalinligini qaranglar, mana qalinligini. Va mana bu kichkina gilamchalargacha bor. Mana o'tirg'ichliklar, nima deyiladi, hammasidan bo'ladi. Mana shu gilamimiz sotdi aka. Ha? 3,5 ga 5 razmer, narxi 1.650.000 so'm. 1.600.000 so'mga sotildi. Kelinglar endi bu yerda mana hali metrajni daloshka deyiladi, mana ulardan bor doimiy ravishda, xudo xolasa. Xo'p, endi bu yoqda ichkarini ko'rsataylik. Ichadigan ham gilamlar bor. Yana bitta qiziqarli joyi, xullas bular 3,5 milliondan ortiq narsa olsangiz, mana shu gilamni bittasini tanlab olsangiz bo'laverar ekan, to'g'rimi? To'g'ri aka. Mana 3,5 milliondan ortiq narsa olasiz, bitta gilamni tanlab olaverasiz, 100 ga tushsa bo'ldi ekan. Va eng qiziqarli joyi, agar sizni razmeringiz har xil ko's, bir narsalar bo'lsa, o'zlarida hamma apparatlari bor. Zavodini endi kirib ko'rsatamiz, zavodi ham bor.